Svarchik usta akalarimiz diqqatiga Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlari do'konimizga Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan TIG 250 220 volt tokga ishlaydigan Arigon apparatimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda ushbu apparatimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda yoritib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Ushbu ko'rib turgan Arigon svarka apparatlaring 14 xildan ortiq metallarga ishlov berishga mo'ljallangan bo'ladi. Jumladan mis, chugun, alumin, nerjiveka, qora metal, oltinga ham bemalol ishlov beraveradi. O'zini komplektlaridan ko'rib turganlaringdek Arigon derjaklari, o'zini massa kabellari, o'zini garantiya talonlari chiqadi. Garantiya talonlari ham oddiy garantiya talon bo'lmaydi. Pechatlangan original garantiya talonlari Impuls brendiga tegishli svarka apparatlarimizga 1 yilgacha garantiya beriladi. Kimga shunaqa svarka apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, zakaz bersalaring 12 ta davlat bo'lib, dastavkalarini ham qilib beraveramiz. Yoki-da do'konimizdan kelib xarid qilsalaring ham bo'laveradi. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Apparatlarimizning narx-navolariga keladigan bo'lsak, $550 bemalol do'konimizdan kelib xarid qilib olib ketsalaring bo'laveradi. Zakaz qilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun dastavkalarini kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpiska bosib, shu videoga like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Keyingi qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun.